Bu qachon odamga o'xshab Instagramga yurtasan? Dada, siz ham shuni gapirmang. Ya nimaga gapirmayman? Otayman, gapiraman. Nechiga kirding? Nechta podpiskang bo'ldi? Shu 32 ga kirdim, 32 ta podpiska. Ya sharmanda. Yiliga bittadan podpiska yig'yapsan, bolam? Odamlarni bolalarni qara, million podpiska yig'yapti. Ha, ular giftdan qilganda. Ha, qilsan ham qo'lingdan keladimi? Kerak bo'lsa mashhurlarning kommentariyasiga yoz, so'kinib yoz. E'tibor bo'lib senga podpiska. Ya odamlar aldab bo'lsa podpiska yig'yapti, bolam, unaqa dema. Menga podpiska bo'lsanglar, sizlarga podpiska qaytadi deb aldasan ham. Ya qo'y bolam, men senga gapirib charchadim. Onang bechora rahmatli, shu o'g'lim qachon 100 ga bo'ladi, qachon nishonlaymiz deb o'lib ketdi bechora. Onam nima qo'yshasiz? Ya sen qanday bolalaringni boqmoqchisan? Bu aktivingga bola boqa olasanmi? Bironta reklama chiqdimi? Barterga bo'lsa ham reklama chiqdimi? Chiqmaydi bu aktivingga. Xafa bo'lmasan. Nechta odam istoriyangni ko'ryapti? Почти hech kim ko'rmayapti. Ko'rmaydi-da. Chunki hammasi nakrutka. Uyalmasdan 32 ta podpiska galchka olganingni qara. Sharmanda. Va senga kim qiz beradi? 32 ta podpiskaga kim qizini beryapti hozir? Bermaydi bolam, xafa bo'lma. Menga qara. Bironta bir aktivi baland, podpiskasi ko'p qizga uylan. To'ydan keyin bir kollaboratsiya qilib bir aktivini ko'tararsan. O'zingiz nima qilgansiz? Yo, sen menga undaqa dema bolam. Men vaqtida Odnoklassnikni putini yorib qo'yganman. Bolajonim. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yingizmi olyapsiz? Sen to'roningdan nimani olyapsan? Duoyimni ol, jinni. Kechiring, hay. Voy bolajonim, ey. Ha, turqin qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichim ketib qoldi ona. Chiqyapti. Yo, ishtoningni jinni. Tumsu pyari kis. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Sendur. Gadoyboy o'g'lim yaxki. Ota, endi mening ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishardi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char sendirni, o'char. Xoli. Eski bashara nima qilyapsan? Voyjon, bugun xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eruvchi tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishton kiygotinglar. Quridimi? Qo'shni! O qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlik o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandini. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti meni. O'zicha qinchakina qilyapti bu Amerika shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay, zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitaman? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning moshni mutaxassis bo'lardi. Bu yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Hay dadasi, hamsangizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'dirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsan. Nimaga? Nimani? Ya, kimligini kesmayapman, rost chiqaman. Aka, Munisipal Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itarganimdan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinangni itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Ya qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi. Telegramdan yumaloq video tashlab Shomurod deb. Bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urding-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'nadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtliq aytmaysan, jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon? Egan berdik, devoy. Voy akajon, men hozir bandman. O'lsin, siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin. Seryozni bo'lmas unaqa. Aka, sal kulib jo'nat, sal uncha seriozsan. Bo'pti, xo'p. Nima bu ahvol? Qayringdan yuvding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan qarovchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilingni. Munisa Rizayevaning mashinasini orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. Aka, hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotki qilib qo'shiq aytib bergin. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka! Sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 soling boriga baraka. O'lim nima deb jatdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona! Sizga bay bo'pti paka. Munisa Rizayevaning mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kalbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yo kutishday keldilar-da. Mashinamni itarib boring dedilar. Bunday qilib itardim-da. G'ing qilib ketdilar-da. Endi bunaqa mashhurlikdan keyingi maqsadlar nimadir? Maqsad katta. Yana shunaqa mashhur san'atkorlarning mashinasini itarish oliy maqsadim. Nima bo'ldi, yuvdingmi? Voy, yo'q, men intervyu topshiryapman. Voy, intervyu beryapman men. O, mashinasini itaribsan, Yo'q, yuvib tur. Keyingi savol. Alo, Munis, qalaysan o'rta? Qara, bir bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Hali yangi chiqqan qo'shig'ingni bitta jonli eshitaylik endi. Gronkaga qo'yganman, bitta aytib ber. Ey aka, farosatingiz bormi sizni? Soat 3da ham telefon qiladim, dam oling. Qaysi ko'rdan shunga itartirdim mashinani bilmaymanmi. Damini berib-ku. Kulma, nima kulyapsan, ha? Damimni berdim men. Bu tushunmadim. Seni Munis tanimaydi. Nima tanimaydi, mashinasini itarganman. Tapchikam, qani tapchikam? Farosatli, tur o'rningdan. Sizni kim kirizdi bo'tga? Bitta qo'shig'ingni aytsang o'larmiding? Shuncha jo'ramni oldida parod qilding. G'alati emasmisiz? Qaytib itarganim bo'lsin mashinangni. Argentina tuqib o'zingcha zvezda bo'lib qoldingmi? Kibrxon. Eringga ayt, ering itarsin. Aka! Sizga bay bo'pti paka. Sargardon City'ga xush kelibsiz. Nima gardon? Sargardon. Bu City qachon bitadi? Uyandimi yerga tekkanda? Yilning 2-cho'ragida. Bu City'ning Toshkent City'ga o'xshagan bog'i bo'ladimi? Zilon zona bo'ladimi? Bu nima deganingiz akajon? Obyektimizda oldi polni zeleniy zona bo'ladi. Afrikadan keladi. Avstraliyadan, Qatortoldan keladi. Qatortoldan keladi daraxtlar. Hayır, bo'ldi, olaman. Cho'chasini kapuchano ichasiz. Kapuch. Choy ber singilcha. Bu singilchani erga beringlar. Bo'ldi, olaman uyni. Qani uy? Qani? Sargardonlarga aytdim. Qani sargardon City? Akajon, o'zingiz bosib oling, bu sizga kaskaking tepada kirishyapti. Qani kirim? Qani zelyoniy zona? Bu kim bu? Akajonim, bular Avstraliyada, bular Qatortoldan kelgan muhandis katlavon qo'zyapti, aka. Ya bu halkaşmı bu? Bana kim? Anlam Sobirovmi? Bir oyda uy bitmasa sargardonlarni gardonini chiqaraman. Hayotisiz. Oching! Sargardon City ochilishiga xush kelibsiz. Sargardonlar qani uy? Mana uy.
Qani zelyoniy zona? Mana zelyoniy zona. Pötkü bu, pötkü. Po'tlamang aka, po'tlamang. Biz bu daraxtlarni Afrikadan olib kelganmiz. Men senga Toshkent City'nikiga zelyoniy zona bo'lsin degandim. Toshkent City'nikidaqa qila olmaymiz-da. Nimaga? Uni Flowers Garden qilgan. Ularning 49 gektar yerda har xil chiroyli sifatli daraxtlari bor. O'sha daraxtlarni olib siz xohlagan joyda chiroyli dekorativniy zelyoniy zonalar qilib berishadi. Nimaga shunga qildirmading? Shunga aqlimiz yetmabdi dokajonim. 7-etajda siz yo'qganmidingiz? Ataptinan yoqqanda suv toshib ketmasin, yuguring. Nimaga? Yo'q-ku. Nima izdivachcha qilyapsanlar? Oy! Xudoga soldim senlar. Cappuccino içersizmi, Vilichino içersizmi? Turi qo'lda o'zi bor-ku. Qolingni ichaman. İçeymi qolingni, ha? Nima bo'lamayli qilib kelmaysan? Nimaga bermaysan? Bir kun ishladi. Shu yerda gapirsana onangga. Men nima deyman? Ayam nima desa shu bo'ladi. Bering. Osir. Gip sherbutani ham yiqitasanmi? Voy tentak. Saliq mushak qarab tursan hali. Nima deysan endi qo'shni bu bolada endi. Siz jim turing. Sen saripchak nimaga olimga chil berding? Hozir chil ber, davay. Ay desin bu ya. Aydi. Ayde. Ay. Yana bir marta olimga teginsang, ko'zingni o'yib olaman saripchak. Ranging yoqmaydi o'zi seni. Aya. To'sin polvon, meni bilasan-a? Olimga jutqizmasang jo'ttaman bo'lar lekin. Bol xolam az taniyman. Davay. Aya tursun polvonni yutdim aya. Ura, Toshkentga o'qishga kirdim. Aya sariq popshaga o'qishga kiribdi. Mani eshik qisqanmi? Buncha chiroyli joy ayajon. Shunday joyga olib kelaman-da, Toshkentda bitta jirtamaysiz. Oti ham Temsi. 1-oktyabrgacha qabul ekan o'g'lim. Shu yerda o'qiysan-da katta olim bo'lasan-ay. Maza qilib o'qiyman. Bolajon, o'g'lingiz juda yaxshi, a'lochi, lekin Sherbutada qanaqadir g'ayritabiiy holat sezdim. Qanday? Xaritada Afrikani topib ber desam, men olganim yo'q deyapti. Ama olganim yo'q-da. Nima qilaman? Boshimga uramanmi Afrikani? Yoshlik qilganda bolam, hamma ona ham bolasi uchun hamma narsaga tayyor. Men ham mana shu juzligimda sotayda ham sizga pulni beray. O'zi qancha turadi Afrikangiz? Aka tayyorlan dedim. 15 balam olasanmi? Hatya bu odamlarning o'g'liga o'xshab 55 balam yeysan. Qodir quloqni o'g'li Toshkentga o'qishga kirdi. Agar rostdan Qodir quloqni o'g'li o'qishga kirgan bo'lsa, sen bitta joyga kirasan, tushundingmi? Tirmizak, tabrik. Menga qara Tirmizak, Toshkentda buzilib ketib, dadang yuzini yerga qarat, xo'pmi? Nima deyapsiz qo'shni? Dadang yuzini yoriq qil deyapman. Ha, yoriq qiladi bola, yoriq qiladi. Amaki, meni ham dadam zo'r joyga kirgizmoqchi. U boshqa joy, u universitet emas u. Menga qara, qanday kirgizding buni? Shunday? Tanqaym bormidi? Yo'q. Molingni sotdingmi? Yo'q, o'zi kirdi bola. Shpagal olib kirdimi? Shpargal kim olib kirgan? O'zini kuchi bilan kirdi. Qaysi universitetga olib kirding? Toshkent amaliy fanlar universitetiga yangi yo'nalishga qo'shilibdi. Tupoy. Sal shoshibsan-da. Kontraktini qanday to'laysan? Kontrakt ham juda arzon, o'zim oyligini to'lab yuraman qo'shni. Dada, zo'r universitetga kiribdi-da u. Bilaman, ichimda nima o'tayotganini o'zim bilaman. Men qachon kiraman? Enang kelsin kirasan-ku. Pajaning chaqiruvmidingiz? Ha. Qayerga yo'ryapti? Yuring ko'rsataman. Yashlabsib, yonyapti orqam. Ko'ra olmayman uni. Qani dada, yoningizda kim bor, ko'raychi? Mana bolajonim, xavotir olmagin, hech kim yo'q. Bemalol uxlavringlar, ayangga ham ayt. Xavotir olmanglar. Xonangizni, gostinsangizni ko'rsating-da. Ona mana gastitsam. Atrofingizni ko'rsating, Hech dada. kim yo'q mana. Atrofimni ham mana ko'rsataman. Bo'pti, dada, men sizni sog'indim. Men ham sog'indim seni. O'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Seni yaxshi ko'raman. Bo'ldimi aya? Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Hech kim yo'q ekan. Ha, ko'nglim joyiga tushdi. Biron joying kamayib qoldimi? Ha, kamaydida. Qachongacha men o'rtalarga tushaman? Ishonmasangiz nimaga tekkasiz dadamga? Ya bu nima yashash? Ya panatkani ishlatinglar, sal olasini emasin.